shom namozini o'qib bo'lgandan keyin xufton namozi kirguncha vaqt eng fazilatli vaqtlardan hisoblanadi. Undagi duo, zikr, namoz, boshqa narsalarning ajri savobi kundalik ma'noda juda katta yuqori darajada ko'paytirib beriladi. Ana shu paytda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom o'zlari 2 rakatdan 6 rakatgacha nafl namozi o'qiganlar va bu namozni avvobin namozi deb ataganlar va o'shanaqa qurbatni xohlaydigan, ajrni ko'p olishni xohlaydiganlarga targ'ib ham qilganlar. Ana o'sha narsa bor narsa. Hozir bizda Tuhfai Rasul degan namoz demak odat bo'lib qolgan. O'sha shomdan keyin 2 rakat namoz o'qib, buni Tuhfai Rasul deyishadi. Albatta o'sha namozni o'qib, sunnatini o'qib salom bergandan keyin turib o'qishga harakat qiling.